qanchalar solih amalni ko'p qilar ekan, boshqa odamlardan Allohga shu banda yaqin bo'ladi. Alloh bandasiga yaqin ekan. Endi banda Allohga yaqin bo'lishi uchun unda iymon bo'lsin, ilm bo'lsin, solih amal bo'lsin. Hozir aytib o'tdik. Banda bilan Robning o'rtasida vositachi bo'lmaydi. Birovga aytsa, birodar, men uchun bir istixora qilib qo'ying. Istixorani birov qilmaydi sen uchun. Chunki istixora Alloh taolodan yaxshilikni so'rash. Sen bilan Allohning o'rtasida birov turmaydi. O'zing qilasan istixorani. Chunki nima dedi? Agar bandalari men haqimda so'rashsa, men ularga yaqinman. Shu hattoki Muhammad alayhisalomga aytilgan qul degan kalima yo'q bu yerda. So'radimi? Men yaqinman. Boshqa oyatda aytgandek, va nahnu aqrabu ilayhi